Ha, ko'ryapmiz. Yo, hayajonlayapsizmi? Hayajonlanyapmiz aka. Hayajonlansangiz nima o'yinda ishtirok etdingiz? Hayajonlanay debmi? Endi qachondan beri kutib o'tirib Telegramda qaytib Gap yo'q. Aka, qayerdansiz? Ismingiz nima? Namangan viloyati Pop tumani Xonobod qishlog'idanman. Ismingiz nima aka? Ahrorjon. Ahror aka, nechinchi yilsiz? 88. 88. Hozir qayerdasiz? Nima ishlar bilan bandsiz? Peterdaman aka, Peterda. Nima ish qilasiz aka Peterda? Rossiyada, Peterda. Nima ish qilasiz Peterda? Shu tutamiz. Qurilish. Qancha bo'ldi kelganingizga aka? Qurilishda aka. Qancha bo'ldi kelganingizga? Sekin boryapti. Rosa 2 yil bo'ldi. Hali ketmadingizmi? 2 yil bo'ldi aka, 2 yil. Yo, shu qachon siz telefon qilsangiz ketamanmi deb niyat edimda. Nima edi oldinga qo'yilgan maqsadlar aka? Nimaga ketmay yuribsiz? Ayting endi. Shu to'y qilib, uchastka olish ashna maqsadlar edi. Bizi kanalni kim tavsiya qilgan aka? Qanchadan beri kuzatasiz? 2 yildan beri kuzataman. Mana shu yerda bitta bola $10,000 yutib ketgan edi. Ishonch bormidi o'yinga? Ishonch bo'lmasa o'ynayman aka. Ishonch bor-da. Xo'sh, 3-kassaga nechta bilet oldingiz aka? Bitta bilet olganman aka. Har safar bitta olaman. Nechi bilet raqam? 386. 386. Xuddi shu aka. O'yinni kuzatmayotdingizmi? Kuzatib o'tiraman hozir ko'rib 256 chiqdi, 057 chiqdi. $10,000 yutdi deb turadi. O'shani hozir ko'rib qarab turadi. Ha, efirdan kech qolgan ekansiz, kechroq kelibsiz. Xo'sh, nima sovg'a bersamikin endi? Sizga 2 yildan beri uyga ketmabsiz. O'z ketasizmi? Birorta sovg'a yutsangiz? Ha. Nima deysiz? O'zi ketasizmi uyga deyapman. Ketamiz endi xudo xolasa. Ketamiz. Ismingiz nima dedingiz? Ahrorjon. Ahror aka, tabriklayman. Bugungi bosh sovrin $50,000 sizga nasib qildi aka. Gap yo'q aka. Gap yo'q. Ketamiz.